Assalomu alaykum aziz qadri baland qadrdonlarim. Mana bizlar bugun nasib xudo xolasa inshaalloh Ali boboni uyiga kelyapmiz. Shoyrupam bilan birgalikda bir yo'qlab ketay dedim. Chunki kelmaganimga ham ancha bo'ldi. Uyini bitganini ko'rmaganman. Proyekt boshlaganda kelganmiz. Shu bir duo fotiha qilib chiqib ketamiz. Nasib xudo xolasa. Mana yig'lagan ona proyekti boshlandi. Yig'lagan ona proyektining muallifi Shoyrupam bo'ladi. Nasib xudo xolasa video davomida hammasini ko'rib borasizlar degan umiddaman qadrdonlarim. Hayajonda ko'ringizlar. Mana bizlar Ali bobojonning uyiga yetib keldik. Tandingizmi meni? Kimman? Egizaklar orzusi kanali admini ushlangan Shoyrup. Assalomu alaykum. Siz mazalaz yaxshimi? Izlay topib keldik uylaringizga. Ayaz uydami? Ayam uyda bas qilamiz. Ha, ketdik obunachilar. Voy, qarang, mehmon keldi. Qabul oqqasmi? Mana, bunday chiroyli. Biz kelganda qanaqa edi, Shoyrupa? Eslaysizmi? Chiroyli. Mana hurmatli qadrdonlarim, bizlar Ali boboning uyiga yetib keldik, lekin dahshat juda shinam salqin shapadali esib turibdi, lekin ko'cha issiq 70 gradusni bilmayman. Rosa salqin ekan. Keling. Keling. Allohim joylari jannatda bo'lsin. O'sha dunyosida bersin. Ay bolama. Yig'lamang. O'sha dunyosida bersin. Allohim bersin. Kelar o'yga kiradi. Ayam o'yga kiradi. Natkayapsizmi? Yo'q, boshqa. Ha, yaxshi. Keligimdan tiktirib ketar ekanman. Sizlarga hozir qisqacha bo'lsa-da mana shu Shoyrupamni nima uchun uyiga yordamga kelganimda sizlarga ozgina bo'lsa ham ulashaman degan umiddaman qadrdonlarim, lekin bir nimaga ozgina nima deydi? Xursand ham bo'laman, xafa ham bo'laman. Nimaga deganda baribir endi katta ishni boshlab qo'ydik. Sizlar bilan birgalikda nasib xudo xolasa oxirigacha yetamiz degan umiddaman. Bugun ozgina xafa bo'lgan joyim, Ali boboning uyiga bordik. Buvisi, onasi bari farzand jigarda ezilib yig'ladi. To'g'ri, endi bizlar yoshimiz u Ali bobojon yoshidan katta, lekin shunaqa bo'lsa ham chunki buvisi nima deb yig'layapti? Orqasini yopib ketdi Ali bobojonim dedi. Keyin u gapni endi hayotimda birinchi marta eshitishim, unaqa gapni to'g'risi bilmayman nima deganligini. Keyin tushunib yetsamki, Ali bobojonga davolanishga tushgan mablag'larni keyin rahmatulloh akam yig'ib bergan ekan. Chunki o'shandan keyin ozgina ishlar qolgan ekan uyida, o'sha ishlarga ishlatishibdi o'sha mablag'ni. 16 yoshda bo'lsa ham, lekin o'zini orqasida uylar, ukasini, singlisini, onasini, buvisini uyli joylar qilib berib ketdi. Lekin shu darajada katta ish qilganki, u Ali bobojonimiz kichkina bo'lsa ham, lekin biz katta bo'lib turib o'sha ishni уже boshlashga qo'rqamizda. Bugun lekin borib juda bir o'zimga bir katta motivatsiya oldim degan deb o'ylayman, chunki bizlar u Ali bobojonni yoshidan-da katta bo'lsak ham
lekin o'shancha ish qilib qo'ya olmaganmiz. Men o'zimdan kelib chiqib aytyapman. Uni yoshida, lekin hozir biza to'g'ri yoshim mana hozir 36 da bo'layotgan, 37 ga kirayotgan bo'lsam, lekin mana shu proyektga kelib to'g'ri qilibman deb o'ylayapman. Chunki nimagaki deganda yig'lagan inson tushunadi deydi. Tishi og'rigan inson tushunadi deydi qadrdonlarim. Qachonki bir yaqiningizni yo'qotsangiz, o'shanda o'sha insonni tushuna olasizda. O'sha hayotni zarbasi, hayotni qiyinchiligi sizga ta'limdan beradi, sizni tarbiyalab ham qo'yadi. Agar o'shanga harakat qilsangiz, Allohimda sinovi bu deb o'zingizga nima deydi, kuch yig'a olsangiz, albatta bu qiyinchiliklardan albatta chiqib ketasiz inshaalloh. Lekin men hozir bu proyektni sizlarga qisman bo'lsa ham, ozgina bo'lsa ham ko'rsatib o'taman. To'g'risi shu bugun ertali beri yo'l yurdik, hozir yetib keldik. Bu yig'lagan ona proyektiga qizchasini bog'chadan olib keldik. Endi hozir ozgina bo'lsa ham video qo'yamiz, lekin kecha soat 10 ga albatta jonli efirga kirasizlar degan umiddaman qadrdonlarim. Endi kuch birlikda o'sha Albabajon qilgan ishni bizlar mana shuncha 21800 dan ortiq qadrdon yaqinlarim bor birgalikda inshaalloh. Mana shu proyektni ham chiroyli qilib Shoira opamga topshiramiz degan umiddaman qadrdonlarim. Yolg'izlatib qo'ymaysizlar degan katta ishonch bor menda va albatta bu ishonchga 100% o'zim ham va sizlar bilan birgalikda erishamiz degan umiddaman. Mana uyi, mana g'ishlari terilgan, fundamentlari quyilgan. Mana bu mana o'zlari hisob kitobini chiqarib olishlaringiz mumkin. Lekin juda katta mablag' ketmaydi. Hech narsani biz noldan boshlamayapmiz qadrdonlar. Mana to'sinlari bor o'zini, mana shifrlari bor, qisman bo'lsa ham, kamgina bo'lsa ham. Lekin mana uylarining devorlari terilganda, bizlarga ozgina shu Allohdan so'rab duo qilib tursalaringiz, bir oy emas 15 kunda nasib Xudo xolasa proyektni tugatib ketaman degan umiddaman qadrdonlarim. Mana bu devorlarini ozgina mana hozir ko'rsataman. Mana bu yerlari ozgina yemirilgan, qulagan. Mana shu uyi, mana shu xona, ichki tarafini ko'rsataman hali sizlarga. Va Shoira opam mana bu tapchanda yashaydi. Tapchan va ichkarisi bor. Bu yoqlarini ko'rsatishimda hojat yo'q deyman. Daja hojatxonasi ham o'ziga yarasha xarob ekan. O'shanga yarasha pul yig'sak, nasib Xudo xolasa inshaalloh tezroq bizlar ham ustani tushirib, tezroq proyektimizni boshlasak degan umiddaman. Kecha bor yo'g'i bizlarga 50 ming ehson bo'pti qadrdonlar. Uni ham Sultonxon opam ehson qildilar. Alloh rozi bo'lsin shu opamdan ham. Mana Malikaxon mana shu qizchamiz uchun Alloh yo'lida ehson qilasizlar degan umiddaman qadrdonlar. Chunki bolani begonasi bo'lmaydi deydi. Bizlarga begona emas, bizlarning bolajonimiz. Shoira opa, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xayrli kech. Mana meni qizalog'im. Nima deyapti? Meni olmay videoga, kabinaga yetib qo'ygan. Bulan biladi. Hozirgilar hamma narsani biladi. Bunga kecha xolasi hayobga bitta kiydirib chiqsangiz ko'rsatardik keyin. Kecha olib kelgan hayosini, ko'ylakchasini kiydirib chiqing. Lekin bu vodiyni bitta tarafi yoqadi menga. Suvi nima deydi, bu yoqda obi hayot deydi. Suvlari sharilib oqib turadi, suvlardan muammo emas. Mana nasib bo'lsa yaqinda uzumlar ham pishib qoladi. Shu mana bu tepaga darvozaxona qilish kerak, mana tomda tepasini yopish kerak va ichini remont qilish kerak. Qadrdonlar, kuch birlikda yolg'izlatib qo'ymaysizlar, iltimos qilaman, chunki mana shuncha musofirdan, boshqa viloyatdan bo'lsa ham shu sizlar kelasizlar, birgalikda nasib Xudo xolasa inshaalloh birlashamiz, qilishamiz, kelavering siz Dilafruzxon deb chaqirdilaringiz. Mana men yetib keldim. Endi o'zlaringiz ozgina bo'lsa ham ko'rinish berib, mana shu ishni boshlaylik qadrdonlar. Endi hamma gap sizlardan. Eng avvalambor Allohimdan so'rayman. Allohim shu barchamizni yuzimizni yorug' qilsin deyman. Qani?
Hayachasi chiroylimi? Ha? Hayachasi chiroylimi? Ohe. Uyat qat ketdi. Ohe. Chiroylimi? O'ziga lop bo'lar ekan, kichkinam ekan degdim. Ye. Bog'cha kiyib boradi endi. Bog'cha kiyib boradi-da. Bitta shortikcha kiydirib qo'ysangiz chiroyli ketar ekan. Ye. Kim olib Mana. keldi lalaqizni? Ayamni qo'y. Xolasi olib keldi. Opasi, keldi, deya. opasi olib keldi, xolasimiz. Opa sizni yoshartirgan. Opasi olib keldi. Ana. Denak kishi. Ayasini uni haqqim etdi qizim. Yaxshi ko'raman. Hisonim shunaqa yuzlarni urib yaxshi ko'raman. Keyin ham bitta joyi bor. Mana bu oshxona mana shu yerda Tapchandada, lekin mana qizimiz kattargan sari bu sal qiyinroq bo'lib qoladimikan degan qo'rquv bor. Shoir opamda shuning uchun iltimos qo'ldan kelgancha Alloh yo'lida yordam qilasizlar degan umiddaman, qadrdonlarim.